Hasan aka, hamma narsani ko'ringan nuqtasi bo'ladi va ko'rinmagan nuqtasi bo'ladi. Bir qo'shnimiz bor, ishlab chiqarish qilib ancha rivojlanib ketdi. Ya'ni bir paytlar shunaqa bo'ldida. Juda katta rivojlanishga chiqdi. Ana undan keyin Xudo ko'rsatmasin, o'zida ham bir gap bor. Agar o'zidan inson kibrlansa, o'sha singan kuni o'sha bo'ladi deb aytasiz. U inson bilan keyin gaplashganimizda aytyaptiki, men pulim shunaqa ko'payib ketdiki, deyapti endi o'zini uruvinida. Hatto ishlab chiqarishlarimga kelayotgan pullarimga qarab, meni endi hech kim sindira olmasa kerak deb o'ylab qolgan ekanman, deyapti. Endi oradan 2 yil, 3 yil o'tmadi, orada qamalib 3 yildan keyin chiqdi. Bitta xatoim bor, boshqa narsalari, bu ko'ringan xatolar o'sha moliyaviydir, boshqadir, deyapti. Bitta xatoim Allohga shak keltirganda o'sha isyon qildim, o'sha deyapti-da. Shunga o'xshash qanaqadir xato bo'lgan bo'lishi mumkinmi? Boshqalarga ibrat bo'ladigan ma'noda. Ko'p. Insonmiz, har doim aytaman, balo bo'linsan, minalisan. Shogirdlarga ham aytaman, jon kela, insonman, go'shtga o'xshatasizlar, go'sht suyagi bor. Eng yaxshi ko'rgan gullarimizda ham tikani bor. Hattoki men yaxshi ko'rgan baliqni qiltanog'i bor. Boshqa paytda oldinglarda chiroyli gapiraman, hatto mana shu ko'rsatuvda qarang, 2 minutda ichida shu boshqa masga kirib ketdi. Men boshqa baliqlarga o'tkazinglar, men u temani gapirmanglar deyman. Gulla ekmasang o't chiqaveradi deyman. Shuning uchun men hatto sizlarga ham, bularga ham, boshqalarga ham aytaman, eng qo'rqadigan narsam balo bo'linsan, minalisan. Sizga yaxshi gapiraman deb bilmagan holda qaysidir misol keltirib, kimnidir dilini xira qilib qo'yamiz. Bilgan holda yoki bilmagan holda dilozorlik qilib qo'yamiz. Shuning uchun shogirdlarga aytaman, jon kela, insonman. O'zim bilaman, qalb yarasi juda nozik bo'ladi. Kechagi, bugungi va bundan keyingi sizlarning dilinglarni og'ritish ehtimolim yo'q emas. Xatolarni uzrimni, zararni predaplatasini berib qo'yinglar. Yomg'ir yog'sa yoninglarda plash yuradi-yu, zonti yuradi-yu mashina. Shu Hasan akam yomg'irlar yoqqanda plash kiyib olinglar. Alloh hisob bersin, Xudo shifo bersin deb haqqimga duo qilinglar, qalbga qolmanglar deyman. O'sha bolalardan qochib ketinglar, plashni kiyinglar deyman. Mani eng aybim, xatoim, kamchiligim bilib yoki bilmay inson dillarini xira qilganlarim. Shunda ora-orada kechirim so'rab turasiz. Hamma har doim kechirim so'rashga harakat qilaman. Mana sizni efiringiz bahona azizlar, insonman. Kimgadir nimadir bilib turib, kimgadir bilmay turib dilini xira qilganlarim ko'p. Hamma oldingi, bugungi va bundan keyingi o'tib ketganimda ham bo'lsa, shu inson o'zini so'raganda, mana videomda chiqqanda metrda bir eslab qo'yarsizlar. Hasan aka nomidan ustozi duo qilinglar, uzrni qabul qilinglar mendan so'ragan deb. Balkim bir oy, balkim 1 yil, balkim 10 yil, balkim 50 yil umrimiz qolgan, Alloh biladi. Lekin bilib bilmay kechagi, bugungi, bundan keyingi hamma dilni xirat qilganlar, joni kela, opa singillar. Uzrimizni qabul qilinglar. O'tgan bo'lsak, mabodo shu video xatdadir chiqmasa, haqqimizga duo qiling. Yana bir marta aytaman, insonmiz, qalbimizga yaqin olganmiz. Bizning dilimizni xira qilganlarni ham kechirdim. Bugun ertaga yana bir yarani bosganda eslab qolib, o'sha narsa eslab dilinglarni xira qilib qolishi mumkin, lekin kechirganman. Insonmiz-da. Bir paytlar mana qilgansiz, mana qilgansiz boramiz-da. Til yomon-da. Shunaqa. O'shacha bizning dilimizni xira qilganlar va biz uning dilini xira qilganlarga murojaat, rozi rizolik so'rab qo'yaveringlar. Ramazon eng zo'r fursat. Ikkita patir chiqarib oling. Bitta qaymoq bilan yo bitta meva chiqaring. Har yil Ramazonda shu yil hamma siz xato qilganlaringizni, siz dilingizni xira qilganlarni va siz ularning dilini xira qilganlarni ro'yxatini qilib, Alloh qodir qilguncha kechirim so'rab qo'yavering. Keyingi Ramazongacha kim bor, kim yo'q-da.